Ba'zan odamga uzun motivatsion gaplar emas, yaxshi film yetarli. Bugun sizga rivojlanish, ish, pul, biznes, o'z yo'lini topish haqida 10 ta film tavsiya qilaman. Bu filmlar hayotingizni birdaniga o'zgartirib yubormaydi, lekin har biridan bitta fikr olsangiz ham odamga foyda bo'ladi. Birinchi film Stajyor. Bu film juda yengil, iliq va ko'rishga oson. Unda 70 yoshli Ben ismli odam yangi zamonaviy kompaniyada ish yuritishni stajyor sifatida boshlaydi. Uning atrofida esa yoshlar, yangi texnologiyalar, tezkor ish muhiti va boshida hamma uni bu joyga mos emasdek ko'radi. Lekin vaqt o'tgach uning eng katta kuchi uning tajribasi, uning xotirjamligi va odamlar bilan muomala qilishda ekanini tushunadi. Bu film ayniqsa men kech qoldim deb o'ylaydiganlar uchun. Chunki biz ba'zida yoshimizga o'zimiz chegara qo'yib olamiz. Endi yangi kasbni o'rganishga kech, boshqa sohaga o'ta olmayman, men digital narsalarni tushunmayman deganlar uchun mos bo'ladi. Film yana shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda bilim yoki tez ishlash yetarli emas. Ishonch, tarbiya, va'dasida turish, odamni eshita olish juda katta kuch. Ikkinchi film Baxt izlab. Bu film qiyin davrda taslim bo'lmaslik haqida. Bosh qahramon oddiy ota. Uning kichkina o'g'li bor, lekin hayotida birdaniga hammasi og'irlashib ketadi. Pul yetmaydi, ishlar yurishmaydi, yashash joyi ham muammo bo'ladi. Eng ta'sirli tomoni shundaki, u qanchalik qiynalmasa ham bolasining oldida o'zini kuchli tutadi. Chunki ba'zida ota-ona uchun eng katta motivatsiya o'zi emas, farzandlaridir. Bu film sizga shuni eslatadi, hayotda shunday davrlar bo'ladiki, hech kim sizni qutqara olmaydigandek. Lekin o'sha paytda ham kichkina qadam tashlash kerak. Bir kun, yana bitta harakat. Agar sizda ham hozir hammasi og'ir bo'lib ketdi, men uddalay olmayman degan fikrlar bo'lsa, bu filmni albatta ko'ring. Uchinchi film Qattiqqo'l xonim. Bu film bir qarashda moda haqida tuyuladi. Katta ofis, chiroyli kiyimlar, jurnallar. Lekin aslida bu film ish, karyera, bosim va o'zini yo'qotib qo'ymaslik haqida. Bosh qahramon Endi katta moda jurnaliga ishga kiradi. Boshida u bu yerga to'g'ri kelmasligi mumkindek tuyuladi. Kiyinishi boshqa, tajribasi kam, atrofidagilar uni jiddiy qabul qilmaydi. Lekin u asta-sekin ishni o'rganadi, talabchan muhitga moslashadi va o'z joyini egallaydi. Bu filmni ko'rganda ko'pchilik o'zini birinchi ish joyini eslaydi. Yangi joyga ishga kirganingizda boshida hammasi qiyin bo'ladi. Nima qilishni bilmaysiz, xato qilasiz, kimdir sizga sovuq gapiradi. Aynan shunday muhit odamni o'stiradi. Savol faqat bitta: siz o'zingizni yo'qotib qo'yasizmi yoki yo'q? Va filmning eng yaxshi tomoni ham shu. U sizga karyera uchun hammasidan voz kech demaydi. Aksincha, o'zingizni hayotingiz ham muhimligini ko'rsatadi. 4-film Asoschi. Bu film qanday qilib McDonald's dunyodagi eng katta fast food tarmoqlariga aylangani haqida. Lekin uni faqat burgerlar haqidagi film deb o'ylamang. Bu film biznesda tizim qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Ko'pchilik o'ylashi bo'yicha biznesim yaxshi ketadi, chunki mahsulotim yaxshi. Lekin amalda buni o'zi yetarli emas. Xizmat bir xil bo'lishi kerak. Mijoz nima xohlashini bilish kerak. Ishchilar nima qilishini aniq tushunishi kerak. Filmda Ray Kroc McDonald'sda oddiy restoran va oddiy burgerlar emas, masshtabni ko'radi. Bu film tadbirkorlikka qiziqqanlar uchun juda foydali. Ayniqsa agar siz kichik biznes yuritmoqchi bo'lsangiz, marketplace'da savdo qilsangiz yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydigan bo'lsangiz. Lekin filmda yoqimsiz taraflar ham bor. U muvaffaqiyat yo'lida odamlar qanday qarorlar qabul qilishi, biznesda halollik va manfaat to'qnashuvi qanday paydo bo'lishini ham ko'rsatadi. Shuning uchun filmni ko'rgandan keyin qanday qilib to'g'ri o'sish mumkin degan savol sizni qiziqtiradi. 5-film Murabbiy Karter. Bu film sport haqida, lekin aslida qarasangiz bu intizom haqida. Murabbiy Karter maktab basketbol jamoasi bilan ishlaydi. Bolalar iste'dodli, lekin ularga tartib yetishmaydi. Ular g'alaba qilishni xohlaydi, lekin mas'uliyatni har doim ham tushunmaydi. Murabbiy esa ularga faqat sport emas, kelajak ham muhimligini ko'rsatadi. O'qish kerak, tartib kerak, va'da berdingmi uni bajarish kerak, o'zing uchun javob berishni o'rganish kerak. Bu film bugungi kunga juda mos, chunki ko'pchilik natija xohlaydi, ammo intizomga e'tibor qaratmaydi. Hamma yaxshi daromad xohlaydi, lekin har kuni o'rganishga vaqt ajratishni xohlamaydi. Va Murabbiy Karter shuni eslatadi: faqat iste'dod bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Tartib, sabr va mas'uliyat bo'lmasa, odam o'z imkoniyatini yo'qotadi. Agar oxirgi paytda o'zingizni bo'sh qo'yib yuborgan bo'lsangiz, bu film sizni ozgina silkitadi. 6-film Joy. Bu film oddiy ayolning o'z g'oyasi orqali biznes boshlash haqida. Joyning hayoti ideal emas. Oilasida muammolari bor, pul masalasida ham muammolar bor va uni har doim ham qo'llab-quvvatlashmaydi. Lekin unda bitta g'oya bor edi va u g'oyani tashlab yubormadi. Xato qiladi, charchaydi, aldanadi, lekin har doim davom etadi. Va bu film ayniqsa o'z ishini boshlamoqchi bo'lganlar uchun juda mos keladi. Chunki u biznesni juda chiroyli qilib ko'rsatmaydi va unda hammasi ko'rsatilgan. Qo'rquv, shubha, oilaviy bosim, pul yetmasligi, eng muhimi birinchi qadamni qilish va yo'lda o'rganib olishdir. 7-film Zakovat egalari. Bu film NASAda ishlaydigan 3 nafar ayol haqida. Ular juda kuchli matematiklar, lekin u davrda matematik ayol bo'lish va hattoki qora tanli ayol bo'lish juda ko'p to'siqlarni keltirgan. Va filmning eng kuchli joyi bu bilimning qadridir.
Bu film ayniqsa o'qiyotganlar, yangi kasb o'rganayotganlar, matematika, IT, dasturlar sohalarida o'rganayotganlar uchun juda qiziq bo'ladi. Agar siz o'zingizga ishonmayotgan bo'lsangiz, lekin ichingizda men ham o'rgansam bo'ladi degan fikr bo'lsa, bu film siz uchun. 8-film Inson irodasi. Bu film sport haqida ko'rinsa ham aslida data va tahlil haqida. Unda beysbol jamoasi katta byudjetlarga ega bo'lmagan holda kuchli raqiblar bilan kurashishni boshlaydi va ular boshqalar kabi yo'l tutmasdan raqamlarga qarab qarorlarini asoslaydi. Odamlar e'tibor bermagan ma'lumotlar asosida tahlil qilishadi. Bu film bugungi zamon uchun juda kerak, chunki hozir barcha sohada data bor. Biznes boshqaryapsizmi, reklama yurityapsizmi, marketplace'da savdo qilyapsizmi, kontent chiqaryapsizmi, barchasida raqamlar bor. Va ko'pchilik hislar bilan ish tutadi. Menga shu yaxshi tuyulyapti, menimcha bu yaxshiroq deb o'ylaydi. Lekin kuchli mutaxassislar faqat taxmin qilmaydi, ular tekshiradi. Agar siz data analitika nima uchun kerakligini oddiy film orqali tushunmoqchi bo'lsangiz, bu film aynan siz uchun. 9-film Oshpaz. Bu film juda iliq va yengil. Bosh qahramon oshpaz bo'lib ishlaydi, lekin ishda o'zini erkin his qilmaydi. U ijod qilmoqchi bo'lganda uni cheklashadi va oxirida u o'z yo'lini topib ketadi. Bu film o'z ishidan charchagan, lekin nima qilishni bilmayotganlar uchun juda yaxshi. Ba'zida odam katta o'zgarishdan qo'rqadi. Barchasini tashlab yangi ishni boshlash qiyin deb o'ylaydi. Lekin film bu yo'lni osonligini ko'rsatadi. Va Oshpaz filmida kontent va ijtimoiy tarmoqlar juda yaxshi ko'rsatilgan. Yaxshi ish qilsangiz, lekin odamlar siz haqida bilmasa, natija sekin keladi. O'zingizni, mahsulotingizni, ishingizni ko'rsatish ham juda muhim. Bu film ijodkorlar, kichik biznes ochmoqchi bo'lganlar va kontent qiluvchilar uchun juda qiziq bo'ladi. Va oxirgi 10-film bu Forrest Gump. Bu film oddiy, samimiy va juda chuqur. Forrest boshqalarga o'xshamaydi, uni hamma ham tushuna olmaydi. Lekin u yomonlik qilmaydi, ortiqcha aqlli ko'rinishga ham urinmaydi, faqatgina o'z yo'lida yuradi. Va filmning eng katta sabog'i bu hayot har doim ham reja bo'yicha ketmaydi. Siz bir narsani xohlaysiz, lekin hayot sizni boshqa joyga olib keladi. Ba'zi odamlar keladi, ba'zilari ketadi. Ba'zi imkoniyatlar esa tasodifdek ko'rinadi. Lekin oxirida muhimi qanday odam bo'lib qolganingiz. Agar oxirgi paytda o'zingizni boshqalar bilan solishtirayotgan bo'lsangiz, bu filmni albatta ko'ring. Balki u sizga o'zingizga qaytishga yordam beradi. Bu filmlardan qaysi birini siz ko'rgansiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bundan-da ko'proq foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.